Assalomu alaykum, kanalimizning qadrli obunachilari va doimiy mijozlarimiz. Bugun avtosalonimizda mijozlarimiz uchun va qadrli podpischilarimiz uchun Econex mashinalarimizni narxlari bilan, yillari bilan qisqacha tanishtirib o'tib ketamiz. Bir kun oldin esa modellarimizni ko'rdik. Ko'p mijozlarimiz Econex so'radilar bugun. Shuning uchun Econex mashinalarimizni narxlari bilan tanishtirib o'tib ketaman. Xo'sh, videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lish yoddan chiqmasa, videomiz yoqsa like bosasizlar. Biza başlayamiz. Econex mashinamiz. Eng full pozitsiyasi. Mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan 100% rodnoy. Bemalol tekshirib, ko'rib olsangizlar bo'ladi do'stlar. Ko'p mijozlarimiz 0 probeg so'rab turibdi. Eng full pozitsiyasini 100 km, 50 km yurganlari bormi deb so'rab turibdi. Uning variantimiz qolmadi hozircha. Boradi. Oxirgi sotganimiz 500 milyon naq pul berganmiz. Salonda 472 milyon sotuvda durgan. Xo'sh, bu Econex-imiz esa 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Probeg 15 mingni yurgan. O'zini halol yurgan probegi 15915 ekan. Yo'q to'g'alaringizni ashubkalar ham cho'tki qilishilib qolmagan, bir qo'l mashina, poroklar qo'yilgan. Econex. Ko'rishingiz mumkin do'stlar. Sotish tartibi sizlar xohlagan tartibda sotiladi. Naqd pul, barter, avtokredit, nasiya savdo qalam beraveramiz. Ko'p mijozlarimiz savollar turibdilar, o'zlarimiz haydab yurgan mashinalarni barter etib olasizlarmi deb, barter etib olamiz. Bemalol kelib, ko'rib, saylab olsangizlar bo'ladi do'stlar. Ko'rib turibsizlar, shubkalar ham akkuratni. Bir qo'l mashina. Mashinamiz benzinda. Ko'rishingiz mumkin mijozlar. Shu kanalimizdagi hamma qadrli podpischiklarimizga nasib etsin shunday mashinalar. Endi mashinamizning tan narxi 440 milliondan sotib qo'yilgan, kelishib beramiz. Naqd bo'lsa ham kelishamiz, avtokredit bo'lsa ham kelishib beramiz. Do'stlar, agar avtokredit bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda, bugungi kunda faqat Xorazm viloyati bilan Qoraqalpog'iston Respublikasini berib turibmiz. Avtokreditda boshqa viloyatda hozircha dostуп yo'q. Xo'sh, mashinamiz 100% rodnoy kraskasi, probeglardan ham meni tekshirib ko'rib olsangizlar bo'ladi. Endi 2025-yil fevral oyida avtosalondan olib chiqqanmiz bu Econex'imizni. Ikkinchi pozitsiya deb aytiladi do'stlar. Ikkinchi pozitsiya narxi 400, bunam narxi 435 million. 435 million bo'lsa beriladi, salonda 440 million mana shunday o'xshaydi. 435 million bo'lsa beriladi. 5 probeg. Doğru avtosalondan o'zlarimizning avtoshop avtosalonimizdan mashinamiz kelgan. Xo'sh. O'tirsizlar o'zingiz zavod paketlarida shot papkasini beramiz. Xo'sh, 25 01 23 416 million ekan. Avtosalonda Toshkent avtosalonidan kelgan ekanmiz. Xo'sh. Mashinamizning narxi 435 million bo'lsa beriladi. Nacho unchalik qimmat deb aytishingiz mumkin, lekin sotuvda yo'q bo'lgani uchun shunday qimmatroq ozgina. Hurmatli negativchilar, so'kish shart emas, yomon narsa shart emas. Bugungi kundagi narxni turibman. Endi men boshqa viloyatlarni bilmayman. Xorazm viloyatida shunday do'stlar. O'ttirsa panoramali yo'q. Hamma narsasi bor. 5 probeg. 435 million bo'lsa, naqd pul bo'lsa beramiz shuni. Bir emas, 2 donasi bor bundan. Avtokredit, barter hamma narsa bor. Kimda qo'shimcha savollar bo'lgan bo'lsa, nechik ma'lumot kerak bo'lsa, bir emas, 2 dona telefon nomeri bor, bemalol telefon turib so'rasangizlar javob beriladi. Ikkinchi Econex'imiz, bunlar ikinchi pozitsiya do'stlar.
Buna 5 probej. 435 milyon bo'lsa beriladi bana. Görüşürüz. Xo'sh. 25 01 10. Shu sifopchalar bilan yotib keyin. Kimga kerak bo'lsa, menimcha Xorazm viloyatidan ham ayrim salonlarning dillelari o'zida yo'q buning ekonomistlar, lekin Avtoshopda bor. Qo'rqmang, kelaverasizlar. Nechik mashina kerak bo'lsa topib beramiz. Orqa tarafdan ba'zi odamlar o'tirmoq hali. Görüşeceğiz mi? Nol narsa kime gerek bo'lsa Avtoshop avtosalonimizga kelsangizda sotuvda tayyor. Sho'rda Jetower bilan Chempion mashinamizdan qisqacha ko'rsatib ketaman. Chempion mashinamiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan eng oxirgi versiyalar hisoblanadi. Görüşeceğiz mi? Qo'shimcha funksiyalar ko'p, kameralar qo'yilgan. Salon qismi xo'shroq, robot o'zgargan. Mashinamizning narxi 30.500 dollar bo'lsa beriladi. Mana bu funksiyalarni tushuntirish shart emas, mana shu bo'lsa Instagram, YouTube hamma yerda bor. Bugungi kunda hamma narxi qiziq. Narxi 30.500 dollar. Panorama lyuk. Qapqara svet. Xo'sh. Bundan 1 yil oldin, menimcha 1,5 yil oldinmi? 1 yil oldin. Shu Jetower degan mashinani gününe 10-15 tane satganmiz, lekin bugungi kunda sal savdosi to'xtashdi. Sabab BYD mashinalar chiqqani uchun savdo sal to'xtab qoldi. Jetower X70 Plus mashinamiz do'stlar 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Probeg 22 ming yurgan 1.6 motor. Mashinamizning narxi 285 milliondan sotib qo'yilgan, ya'ni shipparladi. Mashinamiz benzinda. Benzinda. 100% родной. Xo'sh, bugun avtosalonimizdagi Jetower, Chempion va bugungi kunda savdosi eng zo'r bo'lib turgan mashinalarimizdan biri Econex mashinalarimizning narxlari bilan qisqacha tanishtirib o'tdim. Bu Econeximiz 435 million. 435 million. Jetower'imiz esa 285 million, Champion'imiz esa 30.500 dollar va eng full pozitsiyasi Econex'ni 440 million kelishib beramiz. Kimga shunday mashinalar kerak bo'lsa, adres Urganch shahrida joylashgan. Qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, 1 emas 2 dan telefon nomerini yozib qoldiramiz. Bemalol telefon fursatida javob beriladi. 24 soat xizmatlaringizdamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, qadrli obunachilarimiz like bosasizlar, kanalimizga obuna bo'lishdan chiqmasin. Hammalaringizni avtosalonimizdan kutib qolamiz. Yaralasizlar.